Uy qurishga shoshilmang akalar, noldan uyingizni shu holatga atigi 20 kun ichida shunaqa qilib chiroyli qilib bitkazib berishadi. To'liq ma'lumotni akamizdan olamiz ichkaridan, necha xona necha pulga tushyapti, nimalar ishlatilyapti, barchasini to'liq qilib yoritamiz. Videomizga bittadan like deb bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, shunaqa chiroyli zo'r uylarni arzon narxlarda topib beramiz. Aka qanilar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Charchab olmayapsizmi aka? Sog'ingiz yaxshimi? Hormang endi. Salomat bo'ling. Aka, uyimiz necha kunda nimalardan ko'tarilyapti? Hammasini bir qator o'z to'liq ma'lumotni berasiz. Bo'ldi. Zo'rnachilarga xudo xolasa chiroyli qilib. Yaxshi. Uyimiz prefabrik uy deyiladi. Amerika, Angliya, Turkiya, Germaniya davlatlarida, Yaponiya davlatlarida 70 dan ortiq, dunyoda 70 dan ortiq davlatlarda qurilib kelayotgan uylar. O'zbekistonda ham rivojlanadi. O'zbekistonda xudo xolasa boshladik. 7 yildan beri faoliyat olib boramiz. Xo'p, uylarimiz sandwich panel metal konstruksiyadan tashkil topgan bo'ladi. Devorlarimiz mana devor ko'rinishi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Atsenkovka metal, o'zini maxsus ustunlari, ichki tashqi tomon gipsokardon bilan qoplangan bo'ladi. Tom ferma qismi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mahsulotlarimiz zavodda ishlab chiqariladi, millimetrigacha aniqlikda. Qurilish lokatsiyasiga ishlab chiqarilib, tayyor mahsulotni olib borib yig'ib beramiz. 1 oydan 45 kungacha bo'lgan muddat ichida. Noldan qilib beriladi. Noldan qilib beramiz. Xohlasa korobka holatda, xohlasa pat ключ, remont bilan tayyor kirib yashaydigan holatda qilib beramiz. Hozir bu joyda necha kvadrat aka? Bu yer 112 kvadrat, binoning ichki tomoni, tashqari veranda bilan 120 kvadrat. 112 kvadrat, binoning ichi necha xonaga tushgan? Xo'p, 4 xona, oshxona bilan 5 ta. Bir qator ko'rsatib o'taylik aka mana. Xo'p, bu yoqdan boshlaylik, mehmonxonadan. Bu yoqda mehmonxonamiz bor. Mana shu ko'rinishda ularga akalar. Ko'rinishi shunaqa, standart отделка remont holatlari shunaqa bo'ladi. Mo'yshe musa bo'ladi. Chaygalarni o'rnatib beramiz xohlasa. Rossiyskiy Oyoqda ham parket pollar bo'ladi, rossiyskiy MDF eshiklarida. Xo'p, ikkinchi xonasi. Detskiy ikkita bir xil razmerda. Ikkita detskiy xonamiz. Bu yoqda yotoqxonamiz bor. Detskiy razmeri necha aka? Xo'p, 3 ga 2,5. Mehmonxonachi? Mehmonxonamiz 8 ga 3,40. 8 ga 340, 3 ga 2,5 dan ikkita detskiy. 220. Bu yer sanuzel. Sanuzel. Sanuzel shunaqa holatda remontlarni qilib beramiz. Santexnika xizmati bilan kanalni jihozlashini mijozsiz jihozlab oladi. Bu yoqda yotoqxona. 2 qavatli plastik 120 ga 120 aktor romlarni qo'yib beramiz. Qishda issiqligi yaxshi, yozda qishda yozi salqin. Mana shu polniy mana shu binoyimiz ham bitta konditsionerda deyarli 18 talik konditsioner bor. Shu yerda sovuq beradi. Salqin, o'zingizlar bilasizlar, qanaqa salqin. Juda yaxshi. Ключата razvedkalarimiz germanskiy bo'ladi, xudo xolasa. Bu yer oshxona bilan olib qo'ying. Devorlarimiz ham mustahkam, kuxonniy qism, konditsioner, televizor, любой jihozlarni ko'tara oladi. Bemalol. Hali urganda tashavoruna holat bo'lmaydi. Bunaqa holat bo'lmaydi. Oshxonamiz bu ham razmeri adashmasam 3 ga 3 shunaqami? Bu yer 3 ga 3. Ichida shu mebellari, oshxona mebel, kuxonniy hammasi bo'ladi. Yo'q, bizda fundament betonni mijoz qo'yib beradi. Uni ham o'zimiz qo'yib beramiz, faqat oplatasini mijoz qilib beradi, to'lovini. Santexnika bilan sanuzel jihozlarni o'zi qilib oladi. Biz binoni to'liq bitkazib beramiz, jihozlardan tashqari. 20 kun ichida xudo xolasa. 1 oy. 1 oy 45 kun maksimum. Kattaligiga qarab. Korobka bo'lsa 20 kun ichida. Korobka bo'lsa 20 kunda bitkazib beramiz. Aka, devorlarimiz qanaqa endi? Ovoz eshitilishi, shumot tuzishi, sandwich panel tashqarida bazatli sandwich panellarimiz bor, bularni ham ko'rsataman. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Shu tashqarida turgan mahsulotimiz sandwich panel hisoblanadi. Zichligi 100 bo'ladi, qalinligi 10 sm. Ikkala tomoni atsenkovka metalli tunikasidan qoplangan bo'ladi, chirimaydi, zanglamaydi. Uylarimizga 50 yil garantiya beramiz, xudo xolasa. 50 yil garantiya. 9 balgacha zilzilaga bardoshli bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolasa, bemalol qurib yashasa bo'ladi. Ekologik toza uylar. Yevropa standartlari bo'yicha. Yevropa, Germaniya, Turkiya, Yaponiya shunaqa Yevropa standartlari. Shu Amerikadagi uylar bilan bir xil hisobda. 70 yil, 100 yildan beri turgan, yashayotgan xonadonlar ham bor endi chet davlatlarda shu uylar. Bizniki xudo xolasa O'zbekistonda hozircha yagona prefabrik uy qurish texnologiyasi. Narxlari-chi aka, mana shu patkulish holati, korobkasi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 3 million so'mdan korobka holatda qilib beramiz. Korobka holatiga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, kirish eshigini qo'yib beramiz, standart romlarimizni qo'yib beramiz. Ichki tashqi tomoni gipsokardon bo'ladi, patologlarni yopib, tomlarni yopib beramiz.
80% ga bitadi, отделка ishlari qoladi. Eshiklar qo'yilmagan, parket pol bosilmagan bo'ladi. 4,5 million so'mdan podключка beramiz. Shunaqa standart remont holatda eshiklarni qo'yib, emusalar bo'yab, ranglarni o'zi xohlagan rangda bo'yab, xohlagan svetida parketini bosib beramiz. Sanuzel kafellarni ham o'zi xohlagan rangda qilib beramiz, xudo xolasa. Kafelda bosilgan aylanasiga misol uchun ichida qo'yilgan. Hop. Ichkarilar elektr xizmat hamma yo'g'ini aytdi aka. Endi tashqi fasad nimadan bo'lgan aka? Tashqi fasadi travertin, shu o'zimizni maxsus devorlar ustidan vodostoyka gipsokarbon qatiriladi, uning ustidan fasad chiqaradi xohlaganida, qanaqa xohlasa shunday dizaynni qilib beriladi. Shum o'tkazishi issiq sovuqligi talabga javob beradi. Talabga bemalol javob beradi. Nimasi aka? To'lovlar qanaqa bo'ladi? To'lovlari qanaqa bo'ladi? To'lovlar. Narxmi? Narxini ayting. To'lovmi? To'lovga keladigan bo'lsak, shartnomadan keyin 50% ni to'laydi. Preslina Preslina pul surish yo'li bilan to'laydi. Pulini 50% ni to'lagandan keyin biz qurilishni boshlaymiz 1 hafta ichida. Xo'p, qolgan to'lovni bino bitgandan keyin topshiriladi. Tomlar yopilgandan keyin o'sha jarayonga kelganda 30% to'lovni qilib beradi qolgan. Firmamizdan o'sha 50 yilga garantiya beriladi. Ha, kompaniya tomonidan 50 yilga garantiya beriladi. Xo'p. Tashqaridan endi ko'rsatib o'taman aka. Pastda nomer qoldiramiz, chiroyligini aka o'z qilib berasiz. Tashqaridan ham ko'rishingiz mumkin. Mana travertin qilganmiz bu binolarni. Mijoz talabiga qarab tashqi fasadlarni qilib beraveramiz. O'zgartirilaveradi. Ha. Betonni usti tomoni binoni biz polniy hamma yo'g'ini o'zimiz bitkazib beramiz. Qo'shimcha qanaqadir uslugalar kerak bo'lsa, anaqa sokol deydimi, boshqa qanaqa o'zgartirish kiritadigan bo'lsa, uni ham qilib beraveramiz kelishilgan holatda. Xo'p, kvadratini qanchaga bo'lsa qilib berilaveradi, kattalashib ketaveradi. Ha, o'zini misol mijoz bizni standartdan chiqarib boshqa qanaqadir qimmatroq mahsulot tanlashmi yoki qanaqadir boshqa dizaynni qilmoqchi bo'lsa, uni kelishsa bo'laveradi. 200 kvadrat joyim bor, shunaqa qilib beriladi desa, keyin kvadrat kattaygan sari ham o'zimiz nimalarimiz bor, bonuslarimiz bor, xudo xolasa. Tashqi fasadi ham standart shu holati. Standarti travertin qilib beramiz. Travertin, pasi granit. Pasini sokolini biz qilmaymiz. Bu to'lovni ichiga kirmaydi. Biz faqat shu fundamentni ustini biz aytgan summada qilib beramiz. Bu yoqda betonlarni tayyor qo'yib qo'yganmiz, namuna qilib. Lentishni qo'yiladi, oddiy. O'rtasi zasipka bilan stoyashka bo'ladi. Har bitta xona перегородкasiga alohida beton qo'yish shart emas. Uylarimiz yengil konstruksiyadan tashkil topgan bo'ladi. O'pish bitta quyiladi. Uyni kattaligiga qarab, hajmiga qarab o'zimizning mutaxassislar borib betonlarni chiroyli qo'yib berishadi. Xo'p, uydan tashqari bu yoqda mana angar, do'kon, har qanaqa binolar bo'lsa qurib beraveramiz 2 qavatgacha bo'lgan. Poliklinika, banisa, maktab, bog'cha, любой binoni qurib beramiz. Tez va samarali, chiroyli holatda sifatli bitadi. Hamma yo'g'ini chiroyli bitkazib beramiz. Xo'p, akalar, pastda nomer qoldiryapmiz. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda beradi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Internet aktiv bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.